Do'stlar, assalomu alaykum. Biz ham o'qishimiz muvaffaqiyatsiz bo'lgan, ya'ni pandemiyaga tushib qolganmiz. O'ylab ko'ringlar. Va keling siz ishingizda bilim ko'nikmalariga ega bo'lsa, marhamat, bizlarni o'sha platformamiz orqali biz ishga bemalol joylay olamiz. Fanni yaxshi chuqur o'zlashtirishing kerak, raqobatchi muhitda yashashing kerak, kuchli bo'lishing kerak. Mana borligin korxonani muvaffaqiyati degan tushuncha bilan agar bugundan o'sadigan bo'lsanglar, har qanaqa korxona sizlarga eshigini ochadi. HR kontingentni 90% ayollar tashkil qiladi. Qiz bolalar tashkil qiladi. Qanaqa elektron raqamli imzo, navbatga borib turib emas, joyida sizlar tadbirkorga aylanasizlar. Jismoniy shaxslarni 1 milliard so'mgacha topadigan daromadni avvalgi 4% dan 1% ga tushadi. Tahdid hamma joyda bor. Nima bo'lsa Amerikada tahdid yo'q. Safiyada bugun 5300 dan ortiq ishchi ishlaydi. Bilganingizni shu narsani. Sexga kirayotganda majburiy tibbiy ko'rikdan o'tadi. Do'stlar, assalomu alaykum. Men me'mor uzr so'rayman. Dushanba kuni meni o'zi grafikim Legoga o'xshaydi. Reja hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni albatta umumiy reja bo'ladi, lekin kun davomida juda ham ko'p uchrashuvlarni bir-birsiga ulash kerak bo'ladi va bu narsa har xil lokatsiyada bo'lgani uchun to'g'risi meni kechiringlar. Bizlar o'zida joylashib qo'yganimiz uchun yetib kelishimiz ozgina tirbandlik bo'lib qoldi. Lekin soch masalasida haqiqatan gapirdim. Bu ertalab har dushanba kuni men sochimni olaman, chunki bu meni shaxsiy brendim. Qaramasak bo'lmaydi o'zimizga. Hop, ismim Matkarim Salay, 38 yoshdaman. 3 ta oilaman diplomim bor. Nodroqim shu yerda. Assalomu alaykum, Nodroq, yaxshimisiz? Shoshgandan qaramadim, men bor o'zi yaxshimisiz? Nodroqim bizning ustozimizni temir yo'lda o'qitganlar. Xo'p, 3 ta oilaman diplomimiz bor. Tasavvur qilinglar, men temir yo'lchiman, o'zi 10 yil ishlaganman sohada. Professional faoliyatimni 12-yildan ta'lim berishdan boshlaganman. 5 yil dars berganman. Universitetda, temir yo'l kollejida, malaka oshirish markazida, xullas qayerda dars berish imkoni bo'lsa, o'sha yerda dars berib, keyin boshqarmaga bizlarni taklif qilishdi. Temir yo'lchi bo'lib ishladik. Boshqarmada ham 5 yil, keyin 19-21-yilda men Prezident akademiyasida biz boshqaruv yo'nalishi bo'yicha 2 yillik magistratura kursini tugatganim uchun muvaffaqiyatli demayman, chunki bizning o'qishimiz muvaffaqiyatsiz bo'lgan, ya'ni pandemiyaga tushib qolganmiz. Shuning uchun muvaffaqiyatli tugatdim deya olmayman, chunki men to'liq kursni ola olmadim. Bizlar masofaga o'tkazildik va yana qaytib bordik. Orada ayrim bir mentorlarimiz o'zining vatanlariga qaytib ketdi. Bizlar juda ham yuqori darajadagi mentorlar, xalqaro boshqaruvchilar dars bergan. Lekin shunday bo'lsa ham ayni damda 3 yildan oshdi, 4-yil ketyapti. PSM Hunters xalqaro konsalting kompaniyani biznes rivojlantirish direktoriman. Tasavvur qilinglar. Hayotda shunaqa vaziyat bo'ladi, sizlar birdaniga kursingizni o'zgartirishingizga to'g'ri kelib qoladi. Va bu narsa normal holat. Hozirgi vaziyatda O'zbekistonni o'zgaruvchan, O'zbekistonda rivojlanayotgan tendensiyasida har doim shaxsiy transformatsiyaga to'g'ri kelib qoladi. Hech qachon boshlagan kasbingizda haligi nafaqa degan sohilni hozirdan ko'radigan bo'lsangizda yaxshisi u joyda ishlamay qo'ya qolinglar. Chunki har 3 yilda ish joyini almashtirish bu normal holat. Endi Z avlod uchun har 3 oyda, afsuski ayrim joylarda biz mana bu narsani bilamiz. Xo'p, kompaniyamizni nafaqat Toshkentda, balki Amirliklarda ham ofisimiz bor. 2010-yilda 3 ta odam bilan tashkil topgan. Men hozir ustozlar aytayapti, boshlang'ich mablag' bilan bizneslaringizni boshlanglar, ishni yo'lga qo'yinglar va rivojlaninglar. Bizning kompaniyamiz kvartirada, ya'ni uy xonadonda ro'yxatdan o'tib 3 kishi bilan ish boshlangan. Ya'ni bu paytda HR consulting, xodimlarni boshqarish, ishga yollash, mehnat bozorini tadqiq qilish, xodimlarni o'qitish HR sohasiga. Mutlaqo boshqa narsalar edi va eski O'zbekistonda bu haqda o'ylash o'zi noto'g'ri edi. Va yana siz xodim topib berganingiz uchun sizga korxona pul to'lashi endi vobshe oshib tushgan. Chunki bizlar bilamiz, u paytda u yoki bu korxonaga ishga joylashish uchun yo aktivingiz bo'lishi kerak, tanish bilish degan, yo aktivingiz bo'lishi kerak, pul degan, yo aktivingiz bo'lishi kerak, super geniy bo'lishi kerak. Ya'ni o'rta mas qatlam o't-o'tga kirishi va o'tda rivojlanishi
tasavvurga sig'masdi va ish o'rinlari ham unchalik ham jozibador emas edi. Masalan, men talabalik paytim korzinkada ishlaganman. Rasmiy ishlamaganman, norasmiy ishlaganman. Ya'ni bitta restoranni o'sha flyerlarini korzinkada tarqatardim. O'sha paytda korzinkaga eng ko'zga ko'ringan insonlar xarajatga kelishardi. Va men kuniga 200 ta dona flyer tarqatishim kerak bo'lgan. 200 ta dona flyer tarqatganim uchun 30 ming so'm pul berardi. Meni stipendiyam o'zi 40 ming so'm, 60 ming so'm atrofida edi. Yaxshi eslolmayman. Men kuniga 30 ming so'm topardim o'sha flyer tarqatganim uchun. Va men necha marta korzinkada ishlashni niyat qilganman. Necha marta borganman ham erkak departamentiga. Menga aytgan talabalar bilan biz ishlamaymiz degan. Chunki qonunni o'zi ruxsat bermagan. Bugun talabalar qonun bilan himoyalangan, ishlaysiz bemalol. Part time'ga, full time'ga va o'zingizlarga gibrid formatda ishlaysiz. Xo'p, kompaniya bugun 200 ta odamdan iborat. Dubayda ofisimizda bor. Yillik оборотimiz 6 million dollar. O'zbekistonning o'zida. Foydani aytib o'tirmayman. Va 200 ta odam nima ish qiladi? Haftasiga 30 ta 40 ta pozitsiya yopamiz biz. Ya'ni 300 dan ortiq bizning mijozlarimiz bor, ular bizga beradi. Tijorat taklifi shakllantiramiz va xohlagan toifasidagi mutaxassislarni mehnat bozoridan, agar ular istasa, xorijdan olib berishimiz mumkin. Buni ekspatsiya deydi, ya'ni eksportlar bilan shug'ullanamiz. Yoki o'zimizni qora qosh qora ko'zlar o'zlarini o'sha bilim ko'nikmalariga ega bo'lsa, marhamat, bizlarni o'sha platformamiz orqali biz ishga bemalol joylay olamiz. Men ishonaman, mana shu joyda o'qiyotgan, bitirayotganlar ham xudo xohlasa bizlar sizlar bilan ishlaymiz nasib qilsa. Xo'p, prezentatsiyamdagi birinchi slaydga e'tibor berasizlar. O'zbekiston temir yo'llarida ishlab yurgan paytim shunaqa menda assotsiatsiya bo'ladi. Faqat menda balki barcha o'sha ustozlarimizni bizga shu ta'limotni bergan, daraxt bitishida ko'karadi, fanni yaxshi chuqur o'zlashtirishing kerak, raqobatchi muhitda yashashing kerak, kuchli bo'lishing kerak. Faqat bitta kasbda ishlashing shart va zarur degan dastur berilgan bizga. Va bu bizlarni o'sha qoniqtirgan o'sha paytda. Shu bilan katta bo'ldik. Lekin ko'pchiligimiz shunaqa o'ylardikki, 80 mingta ishchisiga ega bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari yaxshi bo'lgani uchun mana shu tashkilotda men yaxshi yuribman va meni obro'yim shunga yarasha. Aslida olganda hozirgi transformatsion jarayonlarga bu yaxshi va to'g'ri yondashuv emas. Nima uchun? Istalgan paytda har qanaqa haligi mutaxassis bo'lishdan qat'iy nazar, istalgan paytda katta korxonalar sizni almashtirib qo'yib, sizdan ham yaxshi insonni olib kelib ishlatishi bu fakt. Demak, nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Shunaqa fikrlash kerak, shunaqa inson bo'lish kerak, shunaqa darajada strategik inson bo'lish kerakki, men yaxshi bo'lishim kerak. Men yetuk bo'lishim kerak. Mana borligim korxonani muvaffaqiyati degan tushuncha bilan agar bugundan o'sadigan bo'lsanglar, har qanaqa korxona sizlarga eshigini ochadi. Agar korxonani o'ziga maosh uchun, yaxshi jamoa bilan o'rtoqlashib olish uchun, Instagramimni rivojlantirish uchun boraman degan bo'lsangiz, mana shu o'tirib ishingizni qilaveradi. Hech qanaqa qimirlamasdan. Kompaniyaga nima uchun boradi yoshlar? Men buni tadqiqotni ko'rsatib beraman sizlarga. Biz har 3 oyda tadqiqotlar qilamiz mehnat bozorida. 100 mingdan ortiq odamni so'rov qilamiz va bu so'rovnomani sotamiz. Mana bugungi kunda korxonamiz Uzcard kompaniyasi bilan ishlayapti va assessment xizmatlarini ko'rsatyapti. Bu nima degani? Korxona rahbari bizga o'xshagan mutaxassislarni qarshisiga chaqiradi, aytadi: "Men qo'yilgan maqsadlarimga erishdimmi yoki erishmadimmi? Mana bu o'tirgan mutaxassislarimni aktiv deb oladigan bo'lsak, qo'yilgan KPI bular bajaryaptimi yo'qmi? Mana vaqtim yo'q bular bilan suhbat qilishga. Iltimos menga metrika qilib bering. Human resources metric deydi buni. Shuni biz qilib beryapmiz. 100 dan ortiq yuqori malakali mutaxassislarni har bitta parametri bo'yicha bu qaysidir jihatdan test deyishingiz mumkin, lekin aslida olganda test emas. Bu metrika, ya'ni har bitta pozitsiyasini o'rganish va biz taklif kiritamiz. Mana mutaxassisingiz oxirgi 6 oyda 1, 2, 3 kurslarni bosib o'tibdi. Lekin sizga hali aytishga, HR departamentga hujjatlarni taqdim qilishga va o'zini namoyon qilishga ulgurmagan ekan, biz tavsiya beramiz. Bu departamentni mana bu lavozimiga buni bemalol ishlatsangiz bo'ladi, chunki buni ko'nikmasi, bilimi va xohishi 100% javob beradi degan narsa. Tushunasizlarmi? Mana o'sha outstaffingdagi assessment xizmatlari nimaga yordam beradi. Xo'p. Bizning korxonamizni qisqacha tushuntirib o'taman. 10 ta направленияmiz bor, 10 ta yo'nalishimiz bor.
inson resurslarini boshqarish nima degani aslini olganda? Inson resurslarini boshqarish bu korxonada har bitta insonni aktiv deb oladigan bo'lsak, o'sha aktivni to'g'ri yo'naltirish hisoblanadi. Ya'ni u yoki bu ko'nikmasiga ega, u yoki bu bilimini o'zlashtirgan insonni aniq ish pozitsiyasiga joylash, uni adaptatsiyasi, ya'ni muvofiqlashtirilishi, o'sha jamoaga moslashishi va jamoada umumiy kayfiyatda birga rivojlanishi uchun HR mutaxassislar bugun mas'ul. Maslaga slaydlarim davomida bugungi kunda O'zbekiston sharoitida HR mutaxassislar qancha maosh olyapti va ularning aksariyati, ya'ni HR kontingentni 90% ayollar tashkil qiladi. Qiz bolalar tashkil qiladi. Shuning uchun bugun mana shu dargohda o'qiyotgan har bitta yosh yo'nalishingizdan qat'iy nazar HR sohasini o'qib qo'ysangiz hech narsa yo'qotmaysizlar. Ya'ni uning uchun mana masalan Toshkent iqtisodiyot universitetida inson resurslarini boshqarish bo'yicha alohida yo'nalish bor, kafedra boshqa bor. Turinotda borib o'qish shart emas. Mana shu o'qiyotgan yo'nalishingiz, bilmayman hozir qanaqa yo'nalishda o'qiyapsizlar. Aksariyatingiz biznesga moslashgan yo'nalishda o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin parallel tartibda HR agar o'rganadigan bo'lsanglar, ishoninglar, korxonaga borganingizda juda ham yaxshi yo'nalishda ish topa olasizlar o'zlaringizga. Lekin u sohada noyish uchun psixologiyani yaxshi bilib olish kerak. Ya'ni ana Instagramda 1 milliontaga tarmashayotgan soxta psixologlar nazarda tutmayapman. Haqiqiy bilim egasi bo'lish kerak. Insonni fiziologiyasini, psixologiyasini bilib oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Ya'ni u odam sizga hamma ma'lumotini, hamma ko'nikmasini ayta olmasligi mumkin. Sizda, ya'ni rus tilida aytganda chutiyo deydi. Ya'ni his qilish qobiliyati bo'lishi kerak har bitta odamni ko'rganda. Xo'p, bu bizlarni butun dunyodagi, demak, savdo hamkorlarimiz ofislari nafaqat O'zbekistonda, nafaqat amirliklari, balki butun dunyoda bizlarni xizmatlardan keng foydalanadi. Yana bir narsaga aytaman, bizlarni masalan poytaxtda o'tirib, har bitta dunyo davlatlaridagi, shaharlaridagi ofislarda xodimimizni o'tkazib o'tirish shart emas. Chunki biz BPO ga ishlaymiz. Nima endi BPO kim aytadi menga? Business processing operating. Biznes jarayonlarini boshqarish. BPO ga o'tiramiz. Ya'ni bizani yuridik nuqtai nazardan maqomimiz bor va bizani o'sha web resurslarimizdan, bizani hamkorlarimizdan kelib chiqib, mana masalan oddiy bitta case aytaman. Turkiyaning qurilish kompaniyasi Mo'g'ulistonda mana bu yili 26-yildan med klinikani qurilishini boshlayapti. Bugundan boshlab biz o'sha kompaniyaga med xodimlarini, ya'ni tibbiyot xodimlarini O'zbekistondan turib, Mo'g'ulistonni mehnat bozoridan, mehnat resurslaridan foydalanib, bugunning o'zida turk kompaniyasiga ularni, demak, tanishtiryapmiz. Ya'ni qurilish kompaniyasi bo'lsin, developers kompaniya bo'lsin, ular hamma narsa bilan barabarga ishlay olmaydi. Ular o'zini ishini yaxshi biladi, lekin ko'p ishni outsource ga beradi. Firmalardan xodimlarni tayyorlab berish, xodimlarni saralab, mehnat bozoridan topib berishni ham masalan u yoki bu korxonaga ishonadi. Albatta, bu hamma narsa nima bilan? Hujjat, kelishuvlar bilan bo'ladi. Oddiy narsa, lekin tagida juda katta mashaqqat turadi. Shuning uchun men sizlarga aytaman, mana bu narsaga chiqib olish uchun har doim lokaldan boshlashingiz kerak. Men boya aytdi, notebook deyapti. Bitta narsa, men fleshkani berdim. Men 2009-yilda 9000 so'm pulga SanDisk degan 1 gigabayt xotiraga ega flash karta sotib olganimda mendan baxtli odam bo'lmagan. Chunki bizga paytda notebook ko'tarib yurish bu xuddiki hozir BYD ni haydab yurish bilan barabar narsa edi. Chunki notebookni o'zi qanchalik funksiyaga ega va u hammada bo'lmagan. Biz o'rta hol oiladan chiqqan insonlarmiz va har doim o'zimizning ma'lumotlarni axborot resurs markazidagi u yoki bu kompyuterlarda saqlashga majbur bo'lar edik. Men ma'lumotimni aytib o'taman, har semestrda 2 ta, 4 ta yoki bir xil paytda 5 tagacha ilmiy maqolalar bizni yozib
ilmiy kengashga taqdim qilardik. Talabalik paytimizda jurnallarga ilinadigan maqolalar yozardik. Albatta transport sohasida, albatta temir yo'llar sohasida, albatta kommunikatsiya sohasida biz yozgan. Lekin o'sha payti meni ma'lumotlarim qayerdadir saqlanishi uchun menga o'sha muhit kerak bo'lgan va o'sha jamg'argan pulimizni biza borib turib birinchi o'sha sandisk degan hali ham uyimda turibdi esdaligi qizil haligi yon hoshiyasi qizil bo'lgan fleshkani olganimda shunaqa xursand bo'lganman, chunki 1 gigabayt fleshkaga juda ham ko'p ma'lumot saqlasa bo'ladi. Gap bu yerda filmlar, musiqa haqida ketmayapti. Albatta ular ham bir xil paytlari bo'lgan, lekin asosan ilm nuqtai nazaridan. Bugun u narsani Z avlod bilmayapti. Ayniqsa men ko'p joylarga tadbirga borganimda bizga haligi ko'pchilik tashkilotlar sovg'a bergan ichida fleshka chiqib qoladi. Ora-orada, hozir emas, lekin ora-orada hayron qolaman. Endi bu fleshkani nima qilamiz? Hech kim fleshka ishlatmay qo'ygan, chunki hamma bulutli texnologiya yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqda o'zini ishini olib boryapti. Instagramimiz bitta bulutli texnologiya, Telegramimiz bitta bulutli texnologiya masalan va hokazo. Lekin bizda davrimizda bu narsalarning egasi bo'lish, bilasizlarmi, juda ham bizim mashinadan orzu qilmaganmiz talabalik paytimizda. Bizda ko'proq kitobimiz bo'lsa, javonimiz bo'lsa, uyimiz bo'lsa, issiqqina joyimiz bo'lsa va ishimiz bo'lsa. Shuning uchun hozirgi davrda qadrlashingiz kerak. Endi keyingi sifatga o'tamiz. Bularga gapirib o'tdim. Xizmatlarimiz bor. Yana to'xtalib o'tishim mumkin. Qaranglar, bu yerda men rus tilida yozilgan, lekin parallel tarjima qilib o'taman. Sinkron qarang. Bizning mana kompaniyamizni O'zbekistonda amirlikda qiladigan birinchi ishimizni har qanaqa yuridik kompaniyaga, yuridik shaxsga, kompaniyaga ofis ochib beramiz, kalitni topshiramiz. Success story deydi, ya'ni bizani qilgan ishimizni mana oxiriga yozib qo'yganimiz Trilliant mehmonxonaligi Intercontinental mehmonxona bor Shahrisabznikida. O'sha yonida ikkita blok bor, Trilliant A, Trilliant B. O'sha yerda bir necha o'nlab kompaniyalarga bizni ofisini tayyorlab berdik. Ya'ni bizani nafaqat xodimlar boshqarish, balki dizaynerlarimiz, IT mutaxassislarimiz, tarmoq bo'yicha CTV mutaxassislarimiz bor. Ular korxonani talabidan kelib chiqib, interyer, eksteryer va shuningdek umumiy o'sha furnituradan tortib mutaxassisgacha tayyorlab beradiki, odamlar kelib turib o'zini ishini davom ettiradi. Masalan, oddiy Yaponiyaning Sojitz kompaniyasi bizning mijozimizdir. Bundan 5 yil oldin O'zbekistonda Sojitz kompaniyasining o'zi loyihasini endi boshlayapti. Bugun ular Trilliantni A blokida o'zini shinam ofisiga ega. Va shunga o'xshagan bir qator kompaniyalar, masalan, Xitoyning H3C degan kompaniyasi bor. Bu Huawei o'sha nimasi hisoblanadi? Konkurent hisoblanadi, raqobatchi hisoblanadi va ular ham O'zbekistonda Toshkentda o'zini ofisini ochishgan va ofisni bizga ochishga yordam berganmiz. Ya'ni ofisni ochishdi deganiga, bortda yozilganiga hayron bo'lmaylik. Outsource xizmatlari, boya aytgan assessment, mutaxassislarni baholash, ana xudo xolasi ishga kirganingizdan keyin balki o'sha korxonaning o'zida bu yoki bu HR mutaxassislarning bilimlaringizni baholab beradi. Bu yerda sizlarga hech qachon ball sistema qo'yilmaydi. Ya'ni sizlarga baho qo'yilmaydi. 86, 100, 5, 3, 4 degan baholar qo'yilmaydi. Ko'nikmangizga galочка qo'yiladi. Kim umuman shu paytgacha o'zini CV'sini tayyorlagan, rezyumesini tayyorlagan, kim tayyorlagan? Boran tayyorlagansiz, qaysi programmani tayyorlagansiz? Canva. Eng yaxshi Canva. O'zi eng qulay narsa shablon tayyor. Rasmingizni qo'yasiz, nimalar bor, subtitrlar bor, qo'yasiz. Ko'nikmalar bor, o'sha o'zingiz tanlaysiz, ko'nikmalar taklif etadi va o'zingizga kerakligini qo'yib olasiz. To'g'rimi? Qo'yganda qilmaganmiz CV, nechinchi kurs, birinchi kursimiz bizda. Qilganmizmi? Nima beryapsizlar? Bemalol maqbulingiz, chunki mehnat bozorida CV bo'lmasa iloji yo'q. Va qilish kerak bu narsani. Xo'p. Yana nima aytaman, assessmentda baho qo'yilmaydi. Assessmentda galочка qo'yiladi faqat sizlarga. Ya'ni ko'nikmangizga galочка qo'yiladi va o'sha ko'nikmadan kelib chiqib sizlarga o'sha umumiy baho beriladi. Buni ko'nikmasi, ya'ni u qanaqa desam, mana bunaqa umumiy shablondagi to'rga bo'lingan bo'ladi va har bitta joyiga, masalan, kommunikatsiyasi, sotuv bo'yicha ko'nikmalari, stress bo'yicha ko'nikmalari va xohlagancha burchaklarni qo'yib turib, o'sha tomonga tortadi. Masalan, grafik tortayotgan payti kelib chiqishi mumkinki, mutaxassis introvert bo'lishi mumkin, lekin unda ichki imkoniyatlardan kelib chiqib u yoki bu pozitsiyalarda yaxshi ko'nikmaga ega bo'ladi. Va shunga o'xshagan, ya'ni haligi baholash degani cho'chib ketish kerak emas. Ertaga ishga borganlaringizda 1 yil ishlaysiz, 3 yil ishlaysiz, sizlarni mutaxassislar
kelib turib baholaydi, ya'ni to'g'ri ma'noda orada yoki bu ko'rsatmada ko'rsatishga ko'tarilgan bo'lsa va hokazo. Keyingi o'taylik. Xo'p, mana bu ko'nikmalar, mana bu professiya, ya'ni kasblar yaqin kelajakda sun'iy intellekt bilan boyitilgan va bizga kerak emas bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni ko'pchiligingizda bugun buxgalteriyaga qiziqasiz, lekin buxgalterlar bugun уже kerak emas. Masalan, qaranglar, yaqinda bizning hamkorimiz Pioneer kompaniyasi Xolis degan programmani ishga tushirdi. Kim ko'rdi shu programmani? Kim qiziqib ko'rdi? Qo'l ko'targan iltimos. Xolis. Nima sizga yoqdi shu programmani? Eshitdingizlar? Kim ko'rmadingizlar? Bo'ldi, uyga vazifa hammaga, tadbirdan keyin chiqamiz, bir piyola choy ichamiz, xohlasa bir finjon qahva ichinglar. Kiringlar, Xolis platformasini ko'ringlar. Nima beradi? 5 daqiqada tadbirkor bo'lasizlar. Rasman 5 daqiqada tadbirkor bo'lasizlar. Hech qanaqa elektron raqamli imzo, navbatga borib turnaqa emas. Joyida sizlar tadbirkorga aylanasizlar va sizlarda har bitta qiladigan ishlaringizni Xolis platformasi o'zi buxgalteriyangizga yurgizib beradi. Buxgalter olish shart bo'lmayapti. Mana buni bekorga qo'yganim yo'q. Nimaga? Ko'pchilik yoshlar, ayniqsa qaranglar, influencerlar bor, yosh o'zini kategoriyasidan kelib chiqib ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, xohlasa kurs sotadi, xohlasa u yoki bu mahsulotning reklamasi bilan shug'ullanadi, lekin qayerdandir pul kelyapti, reklamadatellardan bo'lsin yoki sponsorlardan boshqalar bo'lsin, lekin uni davlatga ko'rsata olmaydi. Nimaga? Qo'rqadi. Qanaqa qilma davlatga ko'rsatadi, mana bu buxgalteriya ham qilmagan bo'lsa. Bu narsaning imkoni bor. Chunki 26-yil 1-yanvardan e'tiboran barcha jismoniy shaxslarni 1 milliard so'mgacha topadigan daromadi avvaliga 4% dan 1% ga tushadi. Bu degani sizlar 100 million so'm daromad qiladigan bo'lsangiz qancha to'laysizlar? Soliq 1 million to'laysizlar. 1 milliard bo'lsa-chi 10 million to'laysizlar. 1 milliard topgan odamga 10 million so'm ishoninglar, hech narsa emas. Men bir narsa aytaman. O'tgan oyda men korxonada qisqacha aytib o'tay. Korxonada bizlarni umuman korporativ muhitda ishlab ko'rmagan bo'lsanglar, bu davlat tizimida farq qiladi. Sizlarning minimal bo'ladigan fix salary bo'ladi, ya'ni 30 kun ishlaysizlarmi, 25 kun ishlaysizlarmi, o'sha fixa sizda cho'ntagingizda bo'ladi. KPI ni bajarib qo'ysangizlar, kelib ketib.